Yangi proyekt boshlashimdan oldin meni tanimaganlar uchun o'zimni tanishtirsam. Ismim Bahodir. 2019-yil Amerika logistikasi haqida umuman tushuncham bo'lmagan holda shu sohaga kirib kelganman. Asosiy sabab esa ingliz tilini bilganim va yangilikka intiluvchanligim bo'lgan. Shu sohani o'rgatgan ustozlarimga chuqur minnatdorchiligimni bildiraman. Men 2007-2011-yillarda Londonda ingliz tili va IT yo'nalishlarini, 2014-yilda TATU Samarqand filialini bakalavr yo'nalishini tamomlaganman. Logistika sohasiga kelib, Bill Netson nomi orqali faoliyat yuritganimdan keyin bir nechta shogirdlar tayyorladim. Dispetcherlarni tayyorlash kursi ochdim va bugun yangi proyekt insondan faqat yaxshilik qoladi degan shior ostida reality show boshlayapman. Ushbu shouda istagan kishi ishtirok etishi mumkin. Ingliz tilini bilgan va yaxshi kasb egasi bo'lmoqchi bo'lgan 2 kishini shogirdlikka olib, sohani o'rgatib, ularni to yaxshi oylik daromadga chiqqunicha reality show qilib boraman. Bu juda qiziq bo'ladi. Ishtirok etmoqchi bo'lganlar ushbu Telegram orqali yoki direktimga murojaat qilishingiz mumkin. Shogirdlarni tekinga o'rgataman. Zudlik bilan murojaat qilishingiz mumkin, chunki atiga ikkita joygina mavjud.